Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. Rossiyada ishlayotgan vatandoshlarimizga xushxabar. Rossiyada mehnat migrantlari uchun o'z maqomini qonuniylashtirish muddati uzaytirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mehnat muhojirlari uchun o'z maqomini qonuniylashtirish muddatini uzaytirdi. Huquqiy hujjatlar portalida davlat rahbarining tegishli farmoni paydo bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lgan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar 2025-yil 10-sentyabrgacha o'z huquqiy holatini tartibga solishi yoki mamlakatni tark etishi kerak. Bu ma'lumotni barcha ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.